Bizni hali ham aldab kelayotgan 6 ta faktlar. Qani bo'lmasa, boshladik. Biz informatsion asrda yashamoqdamiz va bizning biror narsa to'g'risidagi tasavvurimizni butunlay o'zgartirib yuboradigan ba'zi omillar bilan tez-tez to'qnash kelishimizga to'g'ri keladi. U xoh ilmiy bo'lsin, xoh yangilik, arxeologik topilmalar yoki kashfiyot, hamma narsa ilgari tomon yo'nalmoqda. Hamma narsa o'zgarmoqda. Biz bir qancha tarixiy faktlar yig'dik. Ularni hamma maktab davridan buyon ishonadi. Biroq bugungi kunda ular endi haqqoniy emas. Birinchi, Napoleon va Sfinksning burni. Katta Sfinks juda qadimiy monumental haykaltarosh asari. Uning o'ziga xos ajralib turuvchi belgisi buzilgan burni. Eng keng tarqalgan afsonada bu detalni Napoleon turklar bilan bo'lgan piramidalar oldidagi jang davomida 1798-yil pushkalarning yadrolari bilan vayron qilgan deb aytiladi. Biroq 1737-yilning haykalni burunsiz ko'rgan daniyalik sayyoh Frederik Norderning rasmlari Napoleonning aralashuvi bor bo'lgan hikoyasini inkor etadi. Ikkinchi, Van Gogh va kesib tashlangan quloq. Bu rassomning ismini bilmaydigan odam topilishi ehtimoli uzoq, ayniqsa kesib oldindan quloq haqidagi hikoyalar sababli ham. Aytishlaricha, u kesilgan qulog'ini sevikli yorga jo'natgan emish. Hammasi Gauguin bilan uchrashuvdan so'ng yuz berdi. O'shanda mojaro vujudga keldi. Uning davomida Van Gogh do'stiga ustara bilan tashlangan. Lekin do'sti Vinsentni to'xtatib qolishga muvaffaq bo'lgan. O'sha kechaning o'zida rassom afsus shijoatida o'zining qulog'ini yumshoq joyini kesib tashlagan. Ba'zi tadqiqotchilar fikriga ko'ra, bu afsuslanish emas, balki absentni me'yordan ortiq iste'mol qilishdan kelib chiqqan aqldan ozishning namoyon bo'lishidir. Uchinchi, vikinglarning shoxli dubulg'asi. Kitoblarda, rasmlarda va kinolarda biz vikinglarni shoxli dubulg'alar ko'rinishida ko'rib, o'rganib qolganmiz. Biroq arxeologlar hozirgacha ham ularning dubulg'alari qanday shaklda bo'lganini aniq aytib bera olmaydilar. Ommaviy madaniyatda vikinglarni qanday ko'rinishda tasvirlashlari qabrlarda topilgan rasmlar bilan bog'liq. Hozir olimlarning taxmin qilishlaricha, bu kabi dubulg'alar ishlatilgan bo'lsa-da, faqat diniy marosimlardagina ishlatilgan. Lekin jangida emas. Bundan tashqari, bu bosh kiyimni uzoq o'tmish bronza davrida vikinglardan ancha oldin ixtiro qilingan edi. To'rtinchi, Stonehenge. Olimlar uchun Stonehenge sayyoramizning eng sirli haykalidir. Doimiy ravishda nima uchun bahaybat toshlar aylana bo'ylab terib chiqilgani haqida yangi farazlar paydo bo'ladi. Haqiqatda esa avvalgi Stonehenge tartibda sochib yuborilgan toshlardan tashkil topgan edi. 1901-yili William Gowland boshchiligidagi haykalni birinchi yirik restavratsiyasi boshlangan. Tarmoqda yangi suratlar paydo bo'lgan. Stonehenge qadimda aslo bunday bo'lmaganini isbotlaydi. Beshinchi, Amerikaning ochilishi. Tarix darslarida bizga Amerikani Kristofer Kolumb yevropaliklar uchun 1492-yili ochgan to'g'risida aytib berishgan edi. Biroq yangilangan ma'lumotga ko'ra, 10-asrda vikinglar g'arbga tez-tez qilgan suzishlari bilan Amerikaga tashrif etgan birinchi yevropaliklar bo'lganlar. O'sha vaqtda Shimoliy Amerikaning aholisi va Yevropa aholisi o'rtasida birinchi genetik kontakt yuz bergan. Oltinchi, Osiyoning dostonlari. Shotlandiyalik shoir James Macpherson 3-asrning Kelt g'arbi Osiyoning dostonlarini gel tilidan
tarjima qilish bilan mashg'ul bo'lib ketgan edi. Oxirgi nashrdan so'ng yozuvchidan qo'lyozmalarning asl nusxalarini ko'rsatishini avvaliga iltimos, keyin esa talab qilishadi. Makferson hech qanday dalillar keltirmasdan har qanaqasiga javobgarlikdan bo'yin tovlab kelgan. Hali hamon ham Osiyoning dostonlarini haqiqiy ekanini tasdiqlovchi qo'lyozmalar topilmagan. Endilikda dostonlarni mistifikatsiya deb hisoblashmoqda. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Videosiga yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha azizlar.